U chempionatda raqobatga chidamli va katta kuchga ega motor kerakligini juda yaxshi biladi. Shuning uchun u General Motors'ning LS-V8 dvigatelini M3 ga o'rnatdi. Bu 602 litrli atmosferali motor 700 tadan ko'p ot kuchiga ega. Uning katta kuchi Michaelga burilishlarda to'liq nazorat va hayratlanarli drift hujjatlarini berdi. LS-V8 motor ishonchlilik va cheksiz potensial bilan ham Michaelni chempionlik qildi. 2013-yil Formula Drift chempionati keskin raqobatlar bilan o'tdi. Michael Issani kuchli raqiblari orasida ko'p pilotlar va katta jamoalar bor edi. Lekin Michael o'z mahorati va BMW M346 ning kuchiga tayanib barcha bosqichlarni bosib o'tdi. Uning aniq harakatlari, burchaklardagi nazoratlari va motorning katta kuchi tomoshabinlarni hayratga soldi. Finalda esa Michael o'z raqibini ortda qoldirib, Formula Drift musobaqasida BMW rul ortida chempionlikka erishgan pilot sifatida yozdi. Bu g'alaba BMW uchun ham Michael uchun ham yangi bosqich bo'ldi. Drift sahnasida ko'p afsonalar tug'ilgan, lekin bu juftlik bir chempionlik bilan ham tarixga muhrlandi. Shundan so'ng Michael Issa va BMW nomi drift olamida afsona sifatida